Captiva izlab obunachilarimiz uchun yuk hafta savdodan Captiva avtomobilimizning narxini 2 million so'm arzonlatganmiz. Videoxonadan kuzatib, yuk hafta savdodan profilini podpiska tashab qo'yishdan chiqmasin. 2010-yilda ishlab chiqargan Captiva 4 qilib eldi mordalar o'zgartirilgan. Mana shuni bilasizlar. Eldi mordasi o'zgartirilganda far, bufer, obzovka almashadi. Mashinamizga saka diskalada qilgan 4 dona toza bo'sh palonlar bilan avtomat korobka lyukli variantda mashinamizda metan gaz uстановка qilingan. Motor xodoy korobkalar chotki variantda 3lik motor bo'ladi. Tak. Salondan keladigan bo'lsak, mashinamiz oyoq tenopolikda tashalgan, rullar qo'yilgan, 4 soniya beshisidan monitorlar ham taqilgan. Mashinamizning sassens zo'r holatda, chexollar ham gezilgan. Motor xodoy korobkalarida rasvot yo'q. Mashina polniy full shumka qilingan. Narxini keladigan bo'lsak, mashinamizning narxini 118 million so'm qilib qo'yganmiz. Oldindan 38 million bersangizlar avtokredit chiqadi. Elektrov 4,5 million so'mdan 3 yil muddatda 36 oylik avtokredit olib kelsangizlar bo'ladi. Mashinamizni sassens chotki holatda. Bu mashinamizda barter xizmatlari ham bor. O'zingiz mashinalar bo'lsa, kelib turib barter qilib, ustidan xalasozdan avtokredit chiqarib kelsangizlar bo'ladi. Xalasozdan qilinglar, xalasozdan avtokredit bir dona vasiyat bonusini qo'shib beriladi. Dilarasizlar, shu hafta savdoda xizmatdamiz, yuborlarimiz ko'p.